Opam qizlar erkaklashib ketyapti, nimaga yurishi, gap so'zi mollashib. Nima duam shunda meni ham aytayapti-da bu. Qizlar qo'pollashib ketmayapti, erkaklar noziklashib ketyapti. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, stuldan shunday turgan paytda orqasini bitta silab yurishni davom etayotgan erkaklar ko'payyapti. Qachon qaraman, Instagramga qarasam, munchagina ovqatchani qo'yib, restoranda mamlaqa qilib rasmga tushib, nima qilyapsizlar erkaklar? U yerga restorandagi ovqat birinchidan qimmat, ikkinchidan qordinglar to'ymaydi. U yoqda nima bor? Erkak degan shashlik yemaydimi, g'ijduvon shashlik yemaydimi? 5 barmoq qazi qarta yeb rasmga tushsin, biz ko'rib havas qilaylik. Erkaklar shuncha go'sht yeydi deylik. Nima bor? Qizlarni to'g'ri tushunsak bo'ladi. Restoranga dugonasi bilan boradi, boyuvchi erkaklar bor, e'tiborni tortarman deydi. Yo bo'lmasa Instagramga bir nozik joylarda, chiroyli joylarda rasmga qo'yay, bir ko'rganlarni havas kelsin deydi. Erkaklarga nima bor u yoqda? Qiz bolani olib bormayapsizlar restoranga. O'rtog'inglar bilan boryapsizlar. Bunaqa qilib kastim-shimni kiyib, oxir boshqani to'g'rilab o'tiribsizlar. Erkaklardan e'tibor kutyapsizlarmi? Nima bo'lyapti, nozik bolalar?